Onkologiya sohasida juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzu 25 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz orasida erta jinsiy aloqalar, kech tug'ruq, erta tug'ruq yo bo'lmasam palaparcha jinsiy hayot. Birinchi maqsad bu kasallikning oldini olish. Ko'krak bezi saratoni, ichak saratoni va organizmning boshqa sohalarida uchraydigan saraton kasalliklariga qarshi vaksinalar. Mishmishlarga sabab bo'lgan tushunchaga ham izoh berib o'tmoqchiman. Vaksinalarning narxi juda ham qimmat turadi. Shunday bir vaksina yo'qki, butun onkologik kasalliklarga ta'sir qiladigan. Har 10 ta ayolning 10 tasi ham bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanmaydi. Har qanday ma'lumotlarga ham ishonib ketish kerak emas. Ushbu vaksinalar klinik tadqiqotlarini tugatmagan. Assalomu alaykum. Men Biloliddin Baxtiyorovich Akfa Medline universitet klinikasining onkologiya bo'limida shifokor onkolog bo'lib faoliyat yuritaman. Bugun onkologiya sohasida juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzu onkologiyada vaksinalar haqida gapirib o'tmoqchimiz. Xalqimiz orasida onkologik kasallikka chalingan bemorlar, saraton kasalligi yaqinlarida bor bemorlar uchun aynan vaksinalar qanday maqsadlarda ishlatilinadi? Amaliy ahamiyati onkologiyada qanday? Va haqiqatda shu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan O'zbekistonda ham ushbu vaksina orqali davolanish mumkin degan tushunchalar nechalik to'g'ri ekanligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Umuman olganda onkologiyada vaksinalar ikki maqsadda foydalaniladi. Birinchi maqsad bu kasallikning oldini olish, ya'ni profilaktik maqsadda. Ya'niki xuddi gripp virusiga qarshi qishdan oldin, ya'ni kuzda emlanish kasallikning profilaktikasi maqsadida amalga oshirilganligi kabi bachadon bo'yni saratonida odam papilloma virusiga qarshi emlash, jigar saratonida gepatit virusiga qarshi emlash umuman onkologiya sohasida keng foydalaniladi va xalqimiz orasida ham ushbu virusga qarshi emlash davlat standarti darajasida amalga oshirilib kelinadi. Ikkinchi maqsad bu davolovchi maqsad. Ushbu maqsadda foydalaniladigan vaksinalar juda ham keng tarqalmagan. Ya'ni ilmiy tasdiqlangani, klinik onkologik davo standartlariga kiritilgani juda ham ko'p emas. Xususan, prostata bezining mahalliy tarqoq holatlari yoki metastatik kasallikning 4-bosqichida ishlatilinadigan vaksinalar. Shuningdek, melanoma kasalligining metastatik ko'rinishi, ya'ni operatsiya bilan yordam berib bo'lmaydigan tarqalgan 4-bosqich holatida gerpes virusiga melanoma antigeni bilan birgalikda faollashtirilgan moddani jo'natilinishi va bu vaksina ko'rinishida klinik tadqiqotlardan o'tib davo standartlariga kirilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, siydik qopi saratoni. Ushbu holatda mushak qavatiga o'smagan kasallikning erta bosqichida BCG Bacilla calmette-guerin virusining qobiqlaridan foydalaniladigan moddaning siydik qopi ichiga kiritilishi va buning natijasida organizm immun sistemasini faollanishi o'rganilgan va bu ham klinik tadqiqotlardan o'tib davo standartlariga kiritilgan. Shuningdek, hozirgi kunda tibbiyotda jadal o'rganilib borilayotgan vaksinalar ham mavjud. Bular o'pka saratoni, ko'krak bezi saratoni, ichak saratoni va organizmning boshqa sohalarida uchraydigan saraton kasalliklariga qarshi vaksinalar. Lekin aytib o'tishim kerak, ushbu vaksinalar hali klinik tadqiqotlarini tugatmagan, yakunlamagan va shu sababdan ular hali davo standartlariga kiritilmagan. Agar sizga ham kimdir ushbu onkologik kasalliklarga qarshi vaksina mavjud degan tushunchani aytsa, demak to'g'ri tushunishingiz kerak. Aynan qaysi vaksina haqida gap ketayotganini. Ya'ni shunday bir vaksina yo'qki, butun onkologik kasalliklarga ta'sir qiladigan va ayni paytda yurtimiz darajasida O'zbekiston miqyosida hali standart, O'zbekiston standartlaridan o'tgan davolovchi vaksinalar, ya'ni melanoma kasalligida, prostata bezi kasalligida vaksinalar keng qo'llanilmaydi. Siydik qopi ichiga qo'llaniladigan BCG vaksinasi hozirgi kunda aktiv foydalanib kelinmoqda. Shuningdek, o'z navbatida aytib o'tishimiz kerakki, profilaktik maqsadda ishlatiladigan vaksinalar va bularga xalqimiz tomonidan bo'ladigan munosabatlar. Odam papilloma virusi bachadon bo'ynida saraton kasalligini chaqirishi isbotlangan. Shunday ekan, ushbu virusning bachadon bo'ynida yuzasida bo'lishi ushbu kasallikning keltirib chiqaruvchi eng asosiy omillardan biri hisoblanadi. Albatta, ushbu virus mavjud bo'lgan har 10 ta ayolning 10 tasi ham bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanmaydi. Lekin turli kasallikka moyillikni oshiruvchi sabablar, erta jinsiy aloqalar, kech tug'ruq, erta tug'ruq yo bo'lmasam palaparcha jinsiy hayot
Umuman olganda ayol organizmida bo'ladigan turli stress va gormonal o'zgarishlar ushbu kasallikka keyinchalik turtki vazifasini bajaradi. Shunday ekan, asosiy risk faktor, asosiy xavf omili sifatida odam papilloma virusi ko'rilar ekan, demak odam papilloma virusiga qarshi vaksinani olish ushbu kasallikdan saqlanish uchun eng asosiy omil hisoblanadi. Shuningdek, yurtimizda davlat siyosati darajasida 13 yoshdan oshgan qizlarimizda ushbu vaksina bilan emlash standartlarga kiritilgan. Davlatimiz ko'magida ushbu vaksinalar olib kelinadi va maktablar darajasida ushbu vaksinatsiyalar amalga oshiriladi. Lekin ming afsuski, yurtimizda ko'plab ota-onalarning tibbiy mulohazasi, tibbiy ma'lumoti yetishmaganligi sababli, ushbu jarayonni to'liq anglab yetmaganligi sababli ushbu vaksinalarga qarshilik kuzatilinadi. Aslida esa unday emas. Ushbu vaksinalar ta'sirida odam papilloma virusining to'liq chegaralash mumkinligi ayni paytda bir qancha Osiyo mamlakatlari, Yaponiya, Koreya, Yevropa mamlakatlari va Amerika bo'yicha tasdiqlangan va to'liq standartlar bo'yicha amalga oshiriladi. Agar maktabda bolangizga ushbu vaksinaga qarshi emlash tavsiyasi bo'lgan bo'lsa, aslo ushbu muolajadan yuz burmang. Chunki ushbu virusga qarshi emlatish kelajakda bachadon bo'yni saratonini nazorat qilishga yordam beradi. Ko'plab rivojlangan davlatlarda ushbu vaksina qilish mexanizmlari ancha avvaldan ishlab chiqilganligi sababli bachadon bo'yni nazorati juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, turmushga chiqqan 25 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz orasida odam papilloma virusiga qarshi vaksina olish kerakmi yo'qmi degan savollar mavjud bo'ladi. Bunday holatlarda odam papilloma virusini bachadon bo'yinida tekshirish tavsiya etiladi. Agar odam papilloma virusi negativ bo'ladigan bo'lsa, demak ushbu ayollarga odam papilloma virusiga qarshi bir martalik vaksina olish tavsiya etiladi. Shuningdek, gepatit virusi, ya'ni jigar saratonini keltirib chiqaruvchi gepatit virusiga qarshi emlash biz tug'ilganimizda amalga oshiriladi. Albatta ushbu virusga qarshi mexanizmlarni shifokorlar va turli bemorlar, insonlar bilan turli kontaktda bo'luvchi kasb egalari doimiy qonda gepatit B virusga qarshi antitanalarning miqdorini o'rganishi va unga qarshi emlashni qayta amalga oshirish tavsiya etiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, xalqimiz orasida keng ko'lamdagi vaksinalar onkologik kasalliklarda qo'llanilyapti va ushbu vaksinalar kirib keldi degan mish-mishlar tarqay boshladi. Albatta ko'plab o'zimiz bemorlarimiz ham o'sha klinikalarga birdan murojaat qilib borishdi va ko'plab bemorlarimiz orqaga qaytib kelishdida, doktor, immunoterapiya tavsiya etildi bizga degan holatlar bo'ldi. Ya'ni immunoterapiya va vaksinalar orasidagi aniq chizgilar bemorlarimiz tushunchasida mavjud emasligi pand berdi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, immunoterapiyalar bilan vaksinalar orasidagi aniq farq. Immunoterapiya bu organizmda o'sib kelayotgan niqoblangan o'sma hujayralarini organizmga tanitish vazifasini bajaruvchi davo turi hisoblanadi. Vaksinalar bo'lsa, o'sha ayni kasallikka qarshi oldindan organizmni tayyorlash va kasallikka qarshi antitelalarni, ya'ni organizmga qarshi kurashuvchi kuchini oldindan tayyorlab turish va mahalliy immun tizimni faollash maqsadida ishlatiladigan dori vositalari hisoblanadi. Yurtimizda mish-mishlarga sabab bo'lgan tushunchaga ham izoh berib o'tmoqchiman. Aynan o'sha klinikalar bilan, aynan o'sha mutaxassislar bilan hali to'g'ridan-to'g'ri mulohaza qilib ko'rmadim, lekin ushbu kasallikka, ya'ni prostata bezi, melanoma kasalligida ishlatilinadigan vaksinalarning narxi juda ham qimmat turadi, ammo siydik qopi ichiga qilinadigan vaksina terapiyalari O'zbekistonda, xususan klinikamizda aktiv amalga oshiriladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, har qanday ma'lumotlarga ham birdan ishonib ketish kerak emas. Albatta mutaxassislar bilan maslahat qilish kerak va har doim har qanday reklama bo'ladimi, har qanday tavsiyalar bo'ladimi, bu reklamalar, bu tavsiyalar kim tomonidan tavsiya etilyapti va buning ilmiy asosi qay darajada degan savollarga javob olishingizni xohlaymiz. Sizga faqat ilmiy ma'lumotlarni yetkazib berish maqsadida ushbu platformada vaksinalar haqida ma'lumotlar berib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.